200 gram suvga shunaqa baland chiqadigan yumshoq mayin bulka non tayyor bo'lishini bilganimda hech qachon ko'chadan sotib olmagan bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib deysizmi? Bittagina qizil yurakchani bosingda jarayonni kuzating. 200 gram iliq sut, 1 choy qoshiqdan dro'ja, tuz va shakarni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Un solib, qo'lga yopishadigan yopishqoqqina qilib xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni yaxshilab issiq joyga olib qo'yib oshirishga qo'yamiz. 2 baravar bo'lib oshib chiqqan xamirni qo'lda yaxshilab aralashtirib olamiz va yana bir marta oshirishga olib qo'yamiz. 2 marta oshib chiqqan xamir yanada mayin, yanada yopishqoq bo'ladi. Endi ekranga yaqinroq keling. Bulka nonni shunaqa baland, mayin, yumshoq va ustilari kirsillab chiqish sirlari endi boshlandi. 2 marta oshgan xamirni stolga un sepib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib 2 marta ochib yopasiz. Bu baland bo'lib, yumshoq bo'lib chiqish siri. Ikkinchi marta xamirni yopayotganingizda xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tortib o'raysiz. Shunda uzunchoq bulka nonni shakli chiqadi. Qolipga pergament qog'ozni solib, ustiga tayyor bo'lgan xamirni qo'yamizda va yana oshirishga qo'yamiz. Xamirga pichoq yordamida chiroyli qilib shakl berib, chetlarini muzdek suv bilan suvlab qo'yamiz. Ustilari qirsillab chiqadi. 180 gradusda 45 daqiqa pishiramiz. Retsept sizga yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Haytgancha ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.